Hozir sizlar bilan futbol tarixidagi eng mishmishli transfer Figuni Barselonadan Real Madridga o'tish haqida gaplashamiz. Figuni Barsa muxlislariga bergan va'dalari-yu va Camp Nouga kelganda unga uloqtirilgan cho'chqaning kallasi. Hammasi shu voqeaning ichida yuz bergan. Video boshlanishidan oldin kataloniyalikimiz profiliga va u yerdagi Telegram kanaliga qo'shilib oling. Bu yerda Barselonaga oid xabarlar, yangiliklar va jonli efirlar olib beriladi. Unda boshladik. 2000-yil Real Madrid prezidentlik saylovi o'tkazilishi kerak edi. O'tgan 3 mavsumning ikkita Chempionlar Ligasini yutgan prezident Lorenzo Sanz saylovda g'alaba qozonishiga ishonch komil edi. Ammo Florentino Perez ispaniyalik yirik ko'chmas mulk tadbirkori 1995-yilda 699 ta ovoz bilan u prezidentlikda mag'lub bo'lgan edi va bu bor saylovda qatnashish uchun unga yana mo'jiza kerak edi. Bo'lib ham yutish uchun. U esa o'sha paytda Real Madrid muxlislariga eng ko'p orzu qilgan futbolchini olib kelmoqchi bo'ladi va Real muxlislariga va'da beradi. Ya'ni Luis Figuni men Madridga olib kelaman deydi. Buning uchun ular Perezga ovoz berishlari kerak edi. Figu o'sha paytda Barselonaning ramzi edi va juda ham qadrli futbolchilar qatorida bo'lgan. Figuni Real Madridga o'tishi xuddiki